Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilarimiz, uzum ishqibozlari. Hop ko'ringlar, mana uzumni qaranglar, 1 yoshli ko'chat. Bu nima deyapti? Uzum tomiri. Bu qaysi sort deyishlari mumkin? Oq damski, kelin barmoq sorti. Hozir buni Namanganlik akamizga, bizga Rossiyadan turib zakaz berganlar. 30 ta bundan, 20 ta bundan, 50 ta uzum ko'chatlari. Bu nima? Bu avatar bu mana. Avatar, ko'rasizlarmi? Hammasi payvand bo'lgan bular mana. Bular xudo xolasa yaxshi qaralsa bu yildan keyin bahorda o'zi nishona berishni boshlaydi azizlar. Xo'p, hozir bitta narsa bo'lyaptiki, mana aprel oyi yaqinlashyapti. Ba'zi bir uzum yetishtiradigan aka-ukalarimiz niholchalardan ham reklama qilib chiqarishyapti. Odamlar u videoni ko'ryapti, mana ularda narxi qimmatroq avatarlarda. Misol 50 ming, 70 minggacha sotilyapti-da, 1 yoshli ko'chatlar. U telefon qilishyapti, 30 ming, 25 ming sotishyapti-ku avatarda. U bunaqa ko'chat emas. Bilmaganlar farqini bilib olinglar. Bu salkam 2 yoshli ko'chat bu. Tomiri uchun ishlov qilingan, tomirini ko'ryapsizlarmi? Unda oq tomir bo'ladi, xolos. Mana unda hozircha tomirlari pishgan, bular keyingi yil nishona beradigan, bular katta ko'chatlar bular. O'shaning uchun to'g'ri fikrlagan holda bizga hozir telefon qilishyapti-da, shunaqa narxlar 30 ming bo'lib qopti. Sizniki 50 ming, 70 ming deyapsiz. U ko'chatlardan bizda ham bor, hozir sotuvga tayyorlanyapti. Ular aprel oyiga o'tganda sotishni boshlaymiz xudo xolasa. Hozir ham uni holchalariga hali erta. Hozirgi paytlarda ekib bo'lmaydi buni. Chunki bilib bo'lmaydi, mana 23-dan 27-gacha O'zbekistonning ko'p joylarida yomg'ir bergan. Endi Allohning aytgani bo'ladi, lekin shunaqa yomg'irli havo bo'lib qolsa, u ko'chat 2 kunlar, 3 kunlar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, u yangi chiqargan niholchamiz, ekilgan niholchalar nobud bo'lib qolishi mumkin. O'shaning hisobiga ular aprel oyiga o'tib sotiladi. Chunki aprelda yerlar ham zo'r bo'lib, qizib, ekkaningizdan keyin yaxshi rivojlanib ketadi. Qisqasi, bular hozir ekiladigan ko'chatlar sotuvda bor. Bizda ham o'zi ozgina qolgan avatarlarimiz shu 50 ta, 100 ta avatar qo'ygan, 100 tadan qo'ygan bir 7 xil, 8 xil assortimentimizdan shu 100 donadan ko'chatlarimiz qo'ygan, taxminan 70 ta, 80 ta. Bu ko'chatlarimiz xudo xolasa undan 2 yil oldin mevaga kiradi, narigi tuvakcha deydan. Uni ham chiqaramiz. Ular ham zo'r ko'chatlar, lekin hozir manuni mavsumi. Tushuntirib beraldimmi? Mana shularni ekadigan mavsum hozir. Bu narigilardan 2 yil oldin mevaga kiradigan narsa bu. Shuning uchun to'g'ri fikrlagan holda 1 yoshli ko'chat o'ziga yarasha, 2 yoshli ko'chat o'ziga yarasha, yangi niholchalar o'ziga yarasha bo'ladi narx-navolari. O'shaning uchun azizlar, avatar ko'chatlarimiz juda ham bor, o'ta zo'r ko'chatlar mana. Mahalliy uzumlarimiz ham mana hozir aka tayyorlab qo'yganman-da. Hozir video qilib shu narsani aytib o'tdim. Mana mahalliylarimiz ham o'ta zo'r. Bizda ko'chatlar garantiyalik. Xudo xolasa inshaalloh hamma yoqqa dastavkalarni ham qilib beryapmiz O'zbekiston bo'ylab. Ko'p joylarga ko'p odamlar bizga rahmat aytdi, minnatdor bo'lishyapti. Uzog'ini ko'pchilikni yaqin qilyapmiz, chunki 5 ta 10 ta ko'chatga Xorazmdan yoki Buxorodan bizga kelib olib ketishning imkoni yo'q buni, chunki garantiyali ko'chatni ko'ryapti, havas qilyapti bizdagilarda, lekin kelib ketgani imkoni yo'q. Shunaqalarga dastavka xizmatlarini O'zbekiston bo'ylab juda ko'p joylarga yo'lga qo'yib qo'yilgan pochta orqali. Undan tashqari vodiychilarga xudo xolasa yetkazib beryapmiz, o'zimiz ham ko'proq bo'lsa. Mana shu 50 ta hozir zakaz berganlar ekan. Ko'chatlarimiz mana shu mart oyining oxirigacha bular sotuvda bor. Keyin aprelga o'tib, xudo xolasa sizlar bilan o'zim zo'r videolarda, zo'r assortimentdagi yangilik uzum ko'chatlarimni chiqarib ko'rsataman. Ular ham sizlarga juda ham ma'qul keladigan, niholchalarimiz ham sifati ma'qul keladigan, narx-navolarini ham zo'r qilib chiqaramiz xudo xolasa yangi niholchalarda, yangiliklarda assortimentni xudo xolasa mana shu o'zimiz territoriyada nomer 1 qilib chiqaramiz xudo xolasa. Assortimentlarda eng zo'rlari o'zimizda bo'ladi xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekranda raqamlar qo'yib qo'yaman. 1 yoshli ko'chat ekadiganlar, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring. Shu aprel oyining boshigacha ko'chatlarimiz sotuvda bo'ladi. Xudo xolasa ungacha tugab qolmasa, yetkazib beramiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Azizlar, mana ko'chatlarimiz holati 1 yoshli ko'chatlar bular.
tomiri bor-ku, вообще dahshat mana. Tomirni endi hozir makka suv quygani naqildim. Tagin mana tomir. 1 yoshli ko'chat bu niholcha bilan farqi juda katta izlar. O'shaning uchun bu niholchadan ko'ra erta mevaga kiradi, ham holati boshqacha.